Salom, sizlar bilan Phantom Uz. Men sizlarga serverga kirishni o'rgataman. Birinchi o'rinda biz sozlamalar bo'limiga o'tib, akkaunt degan joyga xohlagan nickingizni kiritishingiz kerak bo'ladi, lekin nickni oldiga hech bo'lmasa bir marta bitta raqam bo'lsa ham bo'lishi kerak, bo'lmasa kirmaydi. Keyin esa generalga kirib only allow to skins va mana shuni yoqib qo'yasizlar. Va mana eng tepasidagini ham yopib qo'yasizlar. Bu faqat 1.20 versiya. Va chiqib play'ni bosib serverga kirishni bosasizlar. Mana kirib ham oldik. Endi esa xohlagan serveringizni tanlaysiz. Birdan 6 gacha. Undan oldin sizda kod kirish degan joy chiqadi. U yerga siz 6 xonali kod kiritishingiz kerak bo'ladi. Yoki agar 6 xonali kod kiritganingizda kirmasa, 5 ta 5 kodini kiritib ko'ring. Masalan, men 5-serverga kirdim. Mana kirmoqda va kirdi. Mana o'yinga ham kirib oldi. Siz kirganingizda agar yangi kirgan bo'lsangiz, sizga o'zi seklaveradi. Shunaqa oddiy seklamas. Oddiy mana bunaqa odamniki yurgan sekladan beradi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like va obuna tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz.